Assalomu alaykum hammaga. Bugun Gentra mashinasiga tunnel datchik qo'yib beramiz. Ya'ni shom datchik deydi yoki tunnel datchik deydi. Bu qorong'i tushganda mashinaning faralarini yoqib beradi. Qani boshladik. Bu yoqda asosiy ish qiladigan joyimiz, ya'ni mana bu gitarada bo'ladi. Ya'ni bu yoqda tajribadan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, mana oq simimiz gabarit simi bo'ladi, yashili blижний simi bo'ladi. Qora doimiy minus keladi bu yoqga. Mana bu qizil bilan sariq bo'lsa, bu oldi tumankani mana bu gitarani buraganimizda plus kelib, plusni bunga sariqqa o'tkazib yuboradigan simlar bo'ladi. Bizga hozir bu yoqdan oq, yashil va qora simlarni ishlatamiz faqat. Va elementdan через zamok doimiy plus va через zamok yoki ACC simiga ulab ketamiz biz. Va center zamokka ulanadigan simlarimiz bor. Demak, birinchisi doimiy minusga ulaymiz qora simni. Ko'k simimiz ближний simi, ya'ni mana bu yerdan yashil simga ulab ketamiz. Bu yashil simimiz bo'lsa, gabaritni oq simini kesamiz. Mana bu simni kesamizda shtekер tomonda qoladiganiga yashil simni ulaymiz. Mana bu oq simimizni gitara tomonda qoladigan simga ulab ketamiz. Qizil simimiz doimiy plus. Sariq simimiz generator simi deyiladi bu. Ya'ni mashina zavod bo'lgandan keyin faralar yoqish uchun qo'yilgan. Biz buni ACC'ga ulab ketamiz, chunki bunga hozir mejikar qo'yilgan. Mashina mejikardan yoqilgan vaqtida faralar yonib qolmasligi uchun ACC'ga ulab qo'yamiz. Chunki mejikardan zavod bo'lgan vaqtda ACC'da tok bo'lmaydi. Va seriya simimiz bu center zamokka ulanadigan sim, ya'ni mashinani qulflaganimizda yoki ochganimizda ulab ketamiz. Ya'ni mashinani qulflaganingizda yoki ochganingizda faralari yonadi. 10 sekund yonib turadi. İşte bu mashinadan tushib, mashinani qulflaganingizdan keyin o'sha yuzgacha yetib olishingiz uchun kerakli sim bo'ladi. Mana bunisi datchiga, buni laboga qo'yib ketamiz. Demak, boshlaylik. Birinchi обязательно tekshirish kerak. Hozir ulab ketganimiz bilan buni agar simni rangi boshqa bo'lib kelgan bo'lsa, bu xato ulab qo'yishimiz mumkin. Bu doimiy plusimiz, ya'ni kalit yo'q. Ya'ni mashina start stop o'chirilgan holatda doimiy kelib turadigan plusimiz. Va mana buni tekshirishni boshlaymiz. Demak, bu doimiy minus. Mana qani plusga o'tkazib olamiz. Doimiy minus o'chirilgan holatda. Endi gabarit yoqadigan bo'lsak, o'sha minus mana oq simga ko'chadi. Mana gabarit yoqqanimizda bunga o'tadi. Va ближний yoqqanimizda mana buni qanaqa? Demak, doimiy minusimiz gabarit yoqqanimizda, gabarit yoqqanda bitta buraganimizda keladigan tok. Keyingisida mana bitta buraganimizda kelmaydi bunga. Uchinchisida keladi mana. Ya'ni ближний simi bu. Va mana buni kesamiz. Ochib olamiz. Mana bu yashilda bo'lsa kesmasdan shunchaki o'zini ochib olamiz simni. Buni olib ketamiz. Demak, doimiy minusimiz hozir ko'k simimiz, demak ближнийнiki. Ya'ni bu ближний fara, ya'ni seni, to'g'ri. Mana bu simimizda datchigimizga yetib, mana shu joylarda turadigan bo'lsa, simni yetadigan darajada qilib olsak, yetadi bizga, ortiqchasi kerak emas. Kesamiz. Qorani ham shunga ulaymiz. Oqni va yashil simlarimizni shu yerga ulaymiz. Shunda hammasini bir qop kesib olsak yetadi bizga. Demak, ko'k simimiz bu nimaniki edi? Ближнийni simi edi bu. Ya'ni ближнийga ulab ketamiz buni. Doimiy minusni ulab olamiz. Bu nima uchun kesib ulanadi?
Ana uni uxlatib qo'yish uchun-da. Ha, ya'ni tunnel datchik orqali faralar yonib turgan vaqtda O'zini siz farasiga. bir joyga kelib to'xtadingizda mashina zavat bo'lib turishi kerak, lekin farani o'chirishingiz kerak. O'shanaqa holatda gabaritni bitta yoqib qaytarib o'chiradigan bo'lsangiz, ya'ni tunnel datchik ishlamay qoladi-da, sizga rushnoy holat, ya'ni o'zingiz boshqaruvingizga o'tadi. Faralarni ishlatish. Shuning uchun kesib ulanadi. Yashil simimiz shtekir tomonga ulanadi. Ya'ni bu gabaritni yoqib beradigan sim. Doimiy plus ulayapman. Plus adashib. Endi asosiy simini topib olamiz, ya'ni qaysi sim edi u? Kalitni bitta buragandagi sim. O'zi generator simi yozilgan, generatorga ulanadi. Chunki mashinani zamokda ochib tursangiz, fara yonmaydi-da, mashina zavat qilganingizdan keyin faralar yonish uchun generatorga ulash kerak bo'ladi. Generatorda mashina zavat bo'lganda plus keladigan simga. Lekin hozir bunga mejikar qo'yilgan. Shu uchun asosiy simiga ulab ketamiz, ya'ni mashinani pultdan zavat qilib qo'yadigan bo'lsangiz, ko'chada turganda mashina farasi yonib qolmaydi. Uchgan holatda turaveradi. Mana start stopni bitta bosganimizda mana plus keladi. Zamok ochilmadi, shunchaki magnitofon положенияsi yondi. Sentr zamok simini o'tkazganmiz shu simni ichidan. Shunaqamidi? Ikkita diod olib kelinglar. Diod bu? Qora diodmi? Ha. Sarig'i bo'lmaydi-ku diodda. Qarang. Klientni talabiga muvofiq. Ya'ni bunda zamok ochilgan holatda blижний yonadi-da. Shuning uchun hozir tunnel datchik qo'yganimizda baribir gabarit yoqadi. Qulflaganimizda ham, ochganimizda ham gabarit yonsin deyapti. O'shaning uchun ikkita diod qo'yapmiz. Diod o'zi nima uchun? Ular diod, qora diod deydi. Diod. Endi bu diod nima uchun? Ya'ni bitta mana bu simga men hozir ikkalasini ulashim kerak. Mana shunday ulab ketsam nima bo'ladi? Zamekayni bo'lib qoladimi? Qulflaganimda yoki ochganimda? Minus kelsa, bittasidan minus kelsa, ikkinchisiga ham minus o'tkazib yuboradi. O'sha o'tkazmaslik uchun men faqat nima qilishim kerak? Diod qo'yishim kerak. Чтобы bundan minus kelgan payt ikkinchisiga o'tmasligi kerak, ikkinchisidan minus kelsa, birinchisiga o'tmasligi kerak. Diod mana qarang. Oq tarafi ikkala diodni ham oq tarafini mana bunaqa shaklda ikkalasiga ulaymiz. Ya'ni bittasidan minus kelsa, ikkinchisiga o'tmaydigan qilib. Tushundingizmi? Mana shu shaklda. Mana bu tomoniga hozir. Datchikni qorong'i qilishim kerak. Birinchi o'rinda. Qorong'i qildim. Sekund yonib turadi shunaqa bo'lib. Tushdi bosamiz. Yondimi? Yana 10 sekund yonib turadi. Agar datchik yorug'likni ko'rib turadigan bo'lsa, qulflaganimizda ham, ochganimizda ham yonmaydi, fara yonmaydi. Ko'ramiz. Qarang. Uncha kech qolyapti. To'g'ri? Mashina zavat bo'lganda qorong'ilikni ko'radigan bo'lsa, faralarini yoqib beradi. Buni ochamiz endi. Buni yorug'likka chiqaradigan bo'lsak, faralari o'chadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar.